Mana azizlar, biz sizlarga mana Traventin uni, ya'ni Traventin toshini maydalangan, drabilkadan chiqarib maydalangan uni holatiga keltirilgan Traventin uni haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buni ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan ishlab chiqarib, toshni maydalab, shu mayin holat, un holatiga keltirilgan holatdagisini ko'rib turibsizlar. Bu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasanglar, bizlarning kommentariyada fikr mulohazalaringlarni qoldirsanglar, inshaalloh kelasi safar videolarimizda buni ishlab chiqaradigan korxonasidan syomka qilib, video syomka qilib kanalimizga joylaymiz. Xo'p, Traventin uni buni nima maqsadda, qay holatda, qanday ishlatilish haqida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsak, buni asosiy arzon qurilish materiallar turiga kiradi desak ham bo'ladi. Xo'p, buni mana 12 ming so'mdan, Andijonnikini 8 ming so'mdan sotib turilibdi. Buni asosiy rastor tayyorlashda ishlatiladi. Rastor tayyorlashda rastorni samaradorligi, ya'ni samaradorligini oshirishda, ya'ni rastorni shirayli qilib, yopishqoqligini oshirish maqsadida buni ko'pchilik ustalarimiz qo'shib ishlatib turishibdi. Avvallari ohak mahsulotida talab kuchli bo'lgan ohak mahsulotlarni ishlatib kelingan bo'lsa, endi hozirga kelib ko'pchilik ustalarimiz Traventin unini ishlatib kelishmoqda. Bu mahsulot ham hozirgi holatga kelib xaridor gir mahsulotlari toifasiga qo'shildi. Ohak ham ko'pchilik hozirgacha ohakni ham ishlatib kelinmoqda. Ohakni biz ustalar tavsiya qilamiz. Asosiy внутренний ishlar, ichkari ishlarga tavsiya qilamiz. Chunki bu ohak yog'ingarchilik, yomg'irli, nam havoga bardoshligi yaxshi emas. Bu Traventin unini Xudo xohlasa kelasi videolarimizda ishlab chiqaruvchilar tomonidan shu korxona sexlarga borib turib qanday tayyorlanadi, buni tarkibi qanday bo'lishi haqida to'laligicha video syomka qilamiz. Xudo xohlasa